Damas'ga avtomat korobka qo'yganimizda labo mashinasiga ham qo'ysa bo'ladimi deyishdi. Buxorodan labo mashinasini olib kelishgan. Qo'ysa bo'ladi laboga ham. Motorimiz zavodskiy avtomat korobka, injektor, konditsioner bo'ladi. Zavodskiy holatda bo'ladi bu. Bu motorni qo'yishdan maqsad komfort uchun, tezlikka, poygaga emas. Komfort uchun motor ustanovka qilamiz. Zavodskiy konditsionerlar bo'ladi. Bu mashinaga full pozitsiyada motor ustanovka qilganmiz. Konditsionerlar bilan uje motorlarni sug'urib ishini boshlaganmiz. Konditsionerlarni ustanovka qilganmiz. Motorlarni sug'urib tashaldi. Okalar, bu motorni qo'yishdan maqsad komfort, tezlikka emas. Lekin shunda ham tezligi normalniy bo'ladi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqachi qilasizlar, ishinani sifatli, chiroyli qilib bitkazib beramiz. Pastda nomerlarni qoldirib qo'yamiz. Agar telefonni ko'tarmasa, WhatsAppdan yoki Telegramdan yozsangiz, javob qaytaramiz inshaalloh.